Siniy traktor. 10 yoshgacha bola uchun mo'ljallangan, kattalar minsa bo'ladi. Suradiganlar ekan variant. Zakaz berasizlar. 1 yoshdan 10 yoshgacha bola minsa bo'ladi, 60 kilo ko'taradi. 60 kilogacha bo'lgan любой odamni ko'taradi. Bo'ldi, tushirib berib mana lapatkalari mana orqa taraflari tushadi. Iyofor yana. Mana to'kib, qumlarni to'kib yana ketursa bo'ladi. Ketaver endi. Assalomu alaykum hammaga. Mana siniy traktorimiz ham tayyor bo'ldi. Bu 60 kilogacha yuk ko'tara oladi. 1 yoshdan 10 yoshgacha bola minsa ham bo'ladi, kattalar ham minsa ham bo'ladi. 60 kilogacha bo'lgan любой odam ko'taradi. Oldi bu yerda glavniy svetlari, 4 ta svetlar yonadi, spiral svetlar yonadi. Eng qizig'i kaputlari ochiladi. Mana kullerli ishlayapti. Mana joylarni hech kimga yetib o'tirmaylar. Ayniqsa bolajonlarimizga mana bosib qo'ydik. Akkumulyator ko'tariga bir qarich. Mana kaputlari yana yopilinadi. Mushni ishlangan, balonlar reziniy balon, yurganda ovozlar chiqmaydi, reziniy kauchuk bo'ladi. Orqa motorlari katta motorlar bo'ladi, orqa balonda amortizatorlari ham bor. Bunaqa fonga tutun qilib chiqarilgan, tutun chiqariladigan qilib ishlangan. Oldi abrisovkalari, oyoq qo'yadigan joylari, ekopoy sidenalar bo'ladi, pultni ham boshqarsa bo'ladi, remellari bo'ladi, zaryadka simlari ham bo'ladi. Orqa balondan qaraylik, kattaligini, katta motor amortizatorlar bo'ladi. Mana orqasida turpa to'kadiganlik bo'ladi, bular ham ishlaydi, yonida lopatkasi bo'ladi. Mana bu yerda sim ulangan bo'ladi. Mana hozir bu yerdan ishlatamiz. Mana yana obratga yopamiz. Mana orqalari ham reziniy kauchuk bo'ladi, yurganda ovozlar chiqmaydi. Mana orqa ko'rinishlari, orqasi ham anchagina kattagina. Anchagina katta, mana lopatkalari ham bo'ladi. Bolajonlarimiz lopatkada bemalol narsani ham solib, turpol ham solishsa bo'ladi. Orqa teleshkani ham yechib qo'ysa bo'ladi, bu yerdan uzib olib qo'ysa bo'ladi. Traktor o'zi ham minsa bo'ladi. Mana svetlari ham orqa farlarni cho'tka ishlangan, prikolniy qilib. Xo'p, putlari, oyoq qo'yadigan joylari ancha kengina, rullarda bemalol boshqarishadi. Signallari, muzika qo'yadiganlar bo'ladi. Tablolari ham chiroyli ishlangan, multimedia sistemasi bor. Fleshka ham qo'ysa bo'ladi, muzikalar qo'ysa bo'ladi. Bu yerda traktor yoqib o'chirishlari, mana bu orqa pritsepini tushirishlari, turpoqlarni to'kish, qumlarni to'kishlari mana shu yerda bosimladi. Old-orqa yushlari, mana korok perdachkalari va pedallarni ham boshqarsa bo'ladi. Mana hozir fiskani ko'rsataman, traktor ovozini bitta eshitasizlar. Mana qaranglar, hozir g'ir traktordek ovoz chiqadi. Eshitilyaptimi? Traktorlarimiz tayyor bo'ldi. Zakaz berasizlar.